Assalomu alaykum hurmatli Chorva Media o'z kanali kuzatuvchilari, hurmatli obunachilarim. Bugun 2025-yilning 26-sentyabr sanasi hafta kuniga juma, sayrul juma hammalaringizga muborak bo'lsin. Xonadonlaringizga xayr barakatlar olib kelsin. Akalar, bugun Samarqand viloyati Ishtixon tumani Dehqonobod qishlog'ida Oybek ukamizning xonadonlariga keldik. Mana shunday buqalari bor. Akalar, mana shu sementalimiz ozroq hurkak ekan, oldiga borsa ozroq hurkakroq ekan. Buradan to'g'risini aytgan yaxshi. Narxlar 35 million so'm aytilyapti. 35 million so'm kelishadigan joyi bor akalar. Mana bunisi ham sotiladi, nech pul? Mana bu sementalga gibrid, ha, mana bu. Mana bu sementalga gibrid akalar, bo'ylari 1.40 plus. Mana orqalari. Maşallah. Oybekjon, bu narxi nech pul? 45 million. Yo'lida qilib aytmasak bo'lmaydi. Kelishilayotgan joyi bor, tarozigachi. Taroziga 65 ming so'mdan deyapti, uni ham kelishiladi akalar. Kelishilayotgan joyi bor. Juda ham zo'r buqalarimiz. Yana bitta katta sementalimiz bor akalar. Uni ham hozir bir qator ko'rsataman. Ekrandagi telefon raqamlariga bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Mana sementalimiz sotiladigan, mana Angus ham sotiladi akalar. Angus juda ham zo'r mana. Hozir buni bo'ylari 1.25 plus Angusimizni. Narxi 30 million egalaridan aytilyapti. Oybekjon, kelishadigan joyi bor, ha? Oybek ukamizni ham bir ko'rsatib qo'yaylik. Kelishadigan joyi bormi? Taroziga nech puldan? Taroziga 65 ming. 65 mingdan. Akalar, men zotga olaman degan aka-ukalarimizga juda ham zo'r mana semental buqamiz bor. Bo'ylari 1.40 plus. Mana sementalimiz. Oybekjon, buni yoshi nechida? Yoshi nechi? 2 kurak, ha? 2 yosh bo'libdi. 2 kurak. Juda yuvosh. Ha, bo'ldi. Mana akalar. 65 ming so'mdan taroziga kelishayotgan joyi bor akalar. Endi taroziga taxminan men 800 kilo atrofida ko'ryapman. Balkim sal kamroqdir. Taroziga qo'yib ko'raverasizlar akalar. Lekin zotga zo'r ekan, zotga qo'ysa ham bo'ladi. Maşallah, zo'r. Mana Angusimiz 30 million. Angus. Akalar, ekrandagi telefon raqamlariga bemalol murojaat qilaverasizlar Oybek ukamizga. Lokatsiyalar tashlab beradi, agar qiziqqanlar bo'lsa olaverasizlar. Mashhurlikda telefon bo'ladi.